Bitta kanalga xush kelibsizlar. Bugun biz Blender bosh kurslarimizning 13-darsini olib o'tamiz va 13-darsimizda biz aynan Pepsi Cola va boshqa energetik ichimliklarda ishlatiladigan temir idishni yasashni o'rganamiz va aynan bu taxminan mana shu ko'rinishga ega bo'ladi va bu idishni biz aynan can deb ingliz tilida ataymiz va aynan bugungi darsimizda biz ana shu idishni qanday yasashni o'rganamiz. Ya'ni bizda mana bu joylari o'rnatadigan bo'ladi va mana bu joylari ham mana bunday ochilib yopiladigan bo'ladi va bugun darsimizda siz bilan aynan shuni qanday qilib yasashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz yangi proyekt yasab olishimiz kerak bo'ladi va yangi proyektni ochib olganimizdan so'ng biz barchasini kubdan boshlaymiz. Ya'ni kubdan emas, biz har doimgidek kubni o'chirib tashlaymiz va bizga aynan bir rasm qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi xo'p, mana pastga olamiz va biz aynan o'sha idishimizni yasash uchun bizga bir shablon kerak bo'ladi. Aynan o'sha idishni yasash uchun va biz aynan mana bu rasmdan foydalanamiz va siz har doim rasm qo'yishdan oldin aynan bir tekislikka, ya'ni kamerangiz qarash joyingizni tekislikka qo'yib olishingiz kerak bo'ladi va buni bunday joylashtiramiz. Va joylashtirgandan so'ng esa ko'rib turganingizdek bizda mana bunda rasm paydo bo'ldi va endi biz kamerani ozgina qimirlatsak ham ko'rib turganingizdek bu yo'q bo'lib qoladi va yana aynan o'sha X tarafdan qarashimizda bizga paydo bo'ladi va endi bu rasmni biz ozgina teparoq ko'tarib olamiz va endi silindr qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizning asosiy tanamiz silindrdan iborat bo'ladi, chunki biz idish silindr ko'rinishiga ega. Hop, buni pastga olamiz va kuchaytiramiz. Va buni bo'yini mana bunday minimal tarzga kuchaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bizning bankamiz aynan o'rtada joylashdi, silindrimiz ham o'rtada joylashdi. Shunda biza hisoblashda adashmaymiz, ya'ni shakl tomonlari, uzunliklari bir xil bo'ladi. Hop. Va buni qo'yib olgandan so'ng esa biz buni yana ozroq bo'yini kuchaytiramiz va pastroq qo'yamiz. Va endi biz edit modga o'tamiz. Edit modga o'tgandan so'ng esa edit mod va aynan mana bu yuzani tanlashdan biz buni ustun tanlaymiz va endi biz bajarishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz agar siz mana bu yerga yaqinroq oladigan bo'lsak, yaqinroq qilishni xohlasangiz, siz Shift va Escape ni tagidagi knopkani bosamiz. Ya'ni u to'lqin belgisi yoki yo'q hisoblanadi ruschada. Uni bosgandan so'ng esa ko'rib turganingizdek, biza kamerani bemalol mana bunday qimirlatishimiz mumkin bo'ladi. Va aynan biz buni qilgandan so'ng biz T, ya'ni Q klavishini bossak pastga, I ni bossak esa tepaga yuradi. Va biz Q orqali salgina pastroq ko'chamiz va OK ni bosamiz. Va endi yana bir marta X ga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek biz pastroqqa paydo bo'ldik. Endi mana amallarni bajarish salgina osonroq bo'ladi. Va birinchi bo'lib biz S klavishi orqali buni kengaytirib olamiz. Mana bunday qilib. Va keling mana buni sal teparoq qo'yamiz. Alt bilan mana bunday chalab olamiz va G bilan salgina teparoq ko'taramiz. Va yana X ga qaytamiz. Mana buni tanlab olamiz. Yuzlarni tanlash joyidan va endi bir marta X ga qaytamiz. Va endi biz ishni boshlasak bo'ladi. Va biz kattalashtirib oldik va I, ya'ni E klavishi bilan biz buni tepaga cho'zishimiz kerak bo'ladi. Va yana bir marta klavishlarini funksiyasini eslatib o'taman va agar siz buni to'liq tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimizda allaqachon klavishlar, ya'ni горячий klavishlar nimalarni bajarishi va qanday горячий klavishlar mavjudligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi va bu haqida video kanalda mavjud. Va buni yana marta kattalashtiramiz, kengaytiramiz va I klavishi orqali yana bir marta cho'zamiz va bu yerga qo'yamiz. Agar sizga mana bunday o'tib ketgan bo'lsa, buni V orqali mana bunday pastga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Va endi I klavishi orqali buni tepagacha cho'zishimiz kerak bo'ladi. Cho'zib olgandan so'ng va yana bir marta Shift yo, ya'ni to'lqin belgichasi bilan Shift yo ni bosamiz va mana bunday tepaga chiqib olamiz. Va endi X ni bossak, ko'rib turganingizdek bizga mana bunday qulay holatga keldi. Va endi buni yana bir marta cho'zamiz va kuchaytiramiz. Va endi cho'zamiz va endi biz mana buni endi
va hamda chiqmoqchi bo'lsak, ya'ni zincha qiladigan bo'lsak, ya'ni S klavish orqali buni kengaytirsak, ko'rib turganingizdek, bu pastdagi bilan birga kengayib ketadi va buning uchun esa biz aynan buni salgina pastroqqa tushiramiz, ya'ni G ni bosamiz, pastroqqa tushiramiz va I ni yana bir marta alohida ko'tarishimiz kerak bo'ladi va shundan keyin esa S orqali uni kengaytiradigan bo'lsak, bizga kerakli hol amalga oshadi. Ko'taramiz va S klavishi orqali ozgina kichraytiramiz va ozgina I bilan ko'tarib yana kichraytiramiz. Va endi biz tepaga ko'tarsak, buni G klavishi orqali yana ya'ni I orqali mana bunday pasaytiramiz va S orqali mana bunday qilamiz va ko'rib turganingizdek bizga salgina silliqroq bo'ldi aynan tepa qismimiz va past qismimizni ham aynan xuddi shunday salgina teparoq ko'tarsak bo'ladi va burchaklarni tanlashdan Alt ni bosib turgan holda mana buni tanlab Ctrl B qilsak ham bo'ladi. Bunday qilsak bizga aynan bu joy salgina to'lqinliroq bo'lib, silliqroq bo'lib chiqadi. Va endi biz oddiy object modga o'tamiz va bunga shade smooth beramiz va ko'rib turganingizdek bizga tekislandi. Ammo mana bu joyimiz ham bizga tekis bo'lib qoldi va buning uchun esa biz yuzani tanlashni bosamiz va mana bu orqali uni kichraytiramiz va mana bu joyni burchaklarni tanlash joyidan altni bosib turgan holda mana bu joyni tanlaymiz va salgina mana bunday kengaytiramiz va bunga Ctrl B bersak ham bo'ladi. Va keling ko'ramiz va ko'rib turganingizdek bizga nisbatan chiziq paydo bo'ldi va endi biz mana buni qanchalik pastga tushirsak, ya'ni mana bu joyni ham tanlaymiz. Pastga tushirsak, keling shuni G orqali qilamiz, chetdagilari bilan birga tushadi. Va endi ko'rib turganingizdek bizga yana nisbatan salgina chuqurroq joy paydo bo'lmoqda va keling endi mana bunday qilib Alt chiziqlar bilan alt tanlaymiz. Hop, Shift Alt bilan buni ham tanlaymiz, buni ham tanlaymiz. Va endi V bilan bularni ham pastga tushiradigan bo'lsak va Object modga o'tsak, ko'rib turganingizdek bizda aynan chuqur paydo bo'ldi. Va keling bunga yana bir marta Shade Smooth beramiz va Auto Smooth bersak, bizda salgina yaxshiroq ko'rinishga ega bo'ladi va ko'rib turganingizdek bizda chuqur aynan явно bilinib qoldi, ya'ni aniq bilinib qoldi va bizda pasti ham to'g'ri turibdi. Va endi keling bunga ochqich berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni ochadigan joyini berish uchun. Va keling ochqich qismini berishdan oldin biz aynan mana bunga aynan metall rangini beramiz. Ya'ni rangi bizga metallga o'xshashi kerak, chunki bizda aynan ustdagi rasmisiz ular metalldan tashkil topgan bo'ladi. Va bunga birinchi bo'lib biz kul rangini berib olishimiz kerak bo'ladi. Bunday qilib kul rang beramiz va metalik, ya'ni metall xususiyatini biz maksimumga qo'yishimiz kerak bo'ladi va roundness yaltirashni esa pasaytirsak, ko'rib turganingizdek bizda aynan mana bunday metalik ko'rinishga keldi va roundness sal balandroq qilsak, u yaltirashi ham salgina pasayadi. Metalikni ham 100% emas, masalan 900 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsak va buni taxminan 400 ga qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek bizga metall ko'rinishga keldi va agar siz ochartirmoqchi bo'lsak, buni sal teparoq qilishingiz ham mumkin bo'ladi va mana bizga metall ko'rinishi keldi. Va endi esa biz ochgich bilan ochgichni yasaymiz. Shift A bilan biz yana bitta silindr qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hop, silindr qo'shamiz va endi biz aynan ochish qismini eng oson yo'lda bajaramiz. Hop. Birinchi bo'lib buni SZ qilib bo'yni kichraytirib olamiz. Juda ham pasayib ketdi. Bunday qilib olamiz va endi biz buni Y orqali buni salgina mana bunday cho'zamiz. Va endi cho'zgandan so'ng ayni shu ko'rinishda bizda taxminan shu ko'rinishga ega bo'ladi bizning o'sha ochqich shaklimiz. Hop. Endi biz yana bitta silindr qo'shishimiz kerak bo'ladi. Silindr qo'shamiz. Tepaga ko'taramiz, kichraytiramiz. Va bunga oval shaklni beramiz. Xuddi taxminan shunga o'xshab. Hop, SX birinchi bo'lib XY qilib buni ham bo'yni pastroq qilamiz. Asli shart emas. Va SY bilan buni bo'yni sal bundayroq qilamiz.
va kattalashtiramiz. Va bu ayni bizga o'sha ochiladigan qism bo'ladi. Ya'ni qo'l tiqadigan emas, bu ayni trubочка yoki boshqa narsalar tiqib qo'yadigan qism bo'ladi. Va endi bunga biz boolean modifikatorni berishimiz kerak bo'ladi. Ayni biz katta silindrga qilamiz va qilishdan oldin biz kichkina silindrning nomini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda kichkina silindrimizni nomi silindr 002 ekan va endi biz silindr mana bunga o'tamiz va buning nomi silindr 001 ekan va bu yerdan biz boolean topamiz. Ya'ni boolean modifikatorni beramiz va bu yerdan difference turadi va objektdan 002 ni tanlaymiz. Va endi biz bu yerdan apply ni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda aynan mana bu yerda teshik paydo bo'ldi. Va endi biz katta teshikni qilamiz. Xuddi shu silindrni joyiga boramiz va SY orqali buni kattaligini qaytaramiz. Va kattaligini qaytardik. Aynan bizga taqriban shunaqa ko'rinishi kerak. Va endi yana xuddi katta silindrga qaytamiz. Boolean modifikatorni beramiz va objektdan yana bir marta 002 ni tanlaymiz. Va apply qilganimizda ko'rib turganingizdek bizda aynan ochgich, tayyor ochgich paydo bo'ldi. Buni o'chirib tursak ham bo'ladi, ammo bizga kelajakda bu kerak bo'ladi. Xo'p, buni keling SX qilib salgina shaklni kichkinaroq qilamiz va endi pastga qo'yamiz. Bunday qilib birinchi bo'lib bunga shade smooth bersak ham bo'ladi bunga. Kuchaytiramiz va aynan mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p, buni yana SZ orqali buni salgina kattaroq qilsak ham bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek biz o'rtasiga qo'yib olamiz va endi bizga ochadigan, ya'ni ichadigan teshigi ham kerak bo'ladi. Va buning uchun biz aynan xuddi shu silindrdan foydalanamiz. Salgina kichikroq qilamiz. Qo'yamiz. Va aynan xuddi shu avval qism bizga kerak bo'ladi. Xuddi shu shakl qolaversa ham bo'ladi. Va bu shakl ikki xil bo'ldi, chunki biz buni kattaligini kichaytirganimiz sababli bular ikki xil bo'ldi va bizga aynan shunaqa ko'rinish kerak edi. Va qo'yamiz ochiladigan joyiga. Va biz aynan silindrni tanlaymiz. Buni ismi hali ham silindr 002 va keling buni shade smooth qilib olamiz. Mana bu bizning aynan teshigimiz tekis bo'lishi uchun, aynan mana bunday kvadrat bo'lmasligi uchun. Bunga boolean beramiz. Boolean va silindr 002 ni tanlaymiz va apply qilamiz. Va endi buni olib tashlasak, ko'rib turganingizdek bizda mana bunday teshik bo'ldi, ammo biz buni tashlab udalsiz qilib olmaymiz. Buni avtosmoothga qaytaramiz. Ya'ni bizga mana burchaklar kerak bo'ladi. Va SZ qilgan holda buni ingichka qilamiz. Maksimum ingichka ko'rinish keltiramiz. Va ingichka qilgandan so'ng esa biz buni joyiga qaytaramiz. Va endi biz aynan bunga mana buni ko'rinishini berish uchun biz birinchi bo'lib ko'chirib olish kerak bo'lgan, rangini o'zgartirish kerak bo'lgan obyektni tanlaymiz va keyingisi bo'lib bizga kerakli bo'lgan rangli narsani tanlaymiz. Va endi material bo'limidan biz mana bu knopkadan copy material to selected ni bosamiz. Va bizga paydo bo'ldi va endi bizga buni qilsak bu xuddiki ko'rinmaydiganday bo'lib qoldi va keling bunga sal o'zgartirish beramiz. Edit modga o'tamiz. Buni kuchaytiramiz. Xo'p, bizda bu obyektimiz juda ham ingichka bo'lib qolibdi. Keyin salgina buni kattalashtiramiz. Va endi edit modga o'tamiz. Mana bu joyda mana bunday kuchaytiramiz. Va yana bir marta kuchaytiramizda mana buni tanlab, ya'ni alt bilan burchak tanlashni tanlab mana bu bilan tanlaymiz va endi G orqali buni salgina tepaga ko'taramiz. Va ko'rib turganingizdek G Z va bizda mana bunday qo'lqoriloq narsa bo'ldi. Sal kamroq ko'taramiz tepaga. Va ko'rib turganingizdek buni biz yana bir marta kuchaytirib o'rtasini ham shunday tepaga ko'tarsak bo'ladi. Bunday qilamiz. Burchak tanlashdan ham tanlaymiz va G orqali buni ham salgina tepaga ko'tarib olamiz. Va endi object modga o'tib, buni yana joyiga qaytarib olsak bo'ladi. Va endi biz aynan animatsiya qiladigan joyimizni biz mana buni aylantirsak, ko'rib turganingizdek bu aynan o'rtasidan aylanib ketadi va bizga bu aylanish kerak emas. Va shuning uchun esa biz aynan bizga kerakli holda aylanish uchun esa biz buni bosamiz va originni qo'yamiz va endi biz
tanlaganimizda bizga obyektning orijini ko'rinadi va uni qimirlatsak o'zi qimirlamaydi. Ya'ni uni aylanish nuqtasi, ya'ni o'rta nuqtasi o'zgaradi va buni esa biz ya'ni ochqichni uchiga qo'yamiz va xuddi shunday ochqichni ham tanlaymizda aynan mana bu aylanadigan joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va qo'yib olgandan so'ng buni o'chiramiz va endi ko'rib turganingizdek mana buni aylantirganimizda mana buni aylantirganimizda ko'rib turganingizdek aynan ochilish chizig'i bo'yicha aylanyapti va mana bunday salgina qiyshiq bo'libdi. Keling, orijinni yana bir marta tanlaymiz va aynan mana bu yerga qo'ysak bizga yaxshiroq bo'lar ekan. Orijinni o'chiramiz va endi buni yana bir marta aylantirib ko'ramiz. Xo'p, birinchi bo'lib buni aylantiramiz. Ko'rib turganingizdek bu ham bizga kerakligicha aylanyapti va buni ham ko'rib turganingizdek bizga kerakli holda aylanyapti va keling endi bunga ham material beramiz. Masalan, rangini keling qizil rang beramiz. Qizil rang beramiz va buni ham metallikini ko'paytiramiz va rovotnisini esa kamaytiramiz. Ko'rib turganingizdek bizda mana bunday banka paydo bo'ldi va endi biz animatsiya mobaynida buni qimirlatganimizda mana bular bilan birga qimirlash uchun esa biz hozir buni qimirlatsak bizda mana bular qolib ketadi. Ammo biz mana bularni qimirlatganimizda aynan aslida katta obyekt qimirlamaslik kerak bo'ladi va buning uchun esa biz parent bo'limidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biz kichkina obyektni tanlaymiz va undan so'ng esa kattasini tanlaymiz. Ya'ni aynan birinchi bo'lib ayni bizni ketma-ketlikda tanlaganingizda bu obyektni qimirlatsak tepadagi qimirlamaydi, ammo tepadagini ya'ni pastdagini qimirlatsak tepadagi bilan birga qimirlaydi, ammo tepadagini o'zini qimirlatsak pastdagi qimirlamaydi. Ctrl P ni bosamiz va obyektni tanlaymiz. Va endi biz mana buni qimirlatganimizda bu o'zi qimirlayveradi. Ya'ni biz animatsiya mobaynida mana buni aylantirsak o'zi aylanaveradi. Animatsiya qilayotganda, ammo biz buni qimirlatganimizda aynan tepadagi obyekt bilan birga qimirlaydi va bu juda ham kerakli narsa va xuddi shunday bunisi ham bilan qaytaramiz. Bosamiz, parent bosamiz va ko'rib turganingizdek bizda buni o'zini qimirlatsak bo'ladi, ammo buni o'zini qimirlaganimizda bularni ikkalasi bilan birga qimirlaydi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va bugungi darsimizda biz aynan mana bunday banka yaratishni o'rgandik va bunga biz salgina освещение berish uchun biz mana bunday ularni ko'paytiramiz va kuchini esa keling 10,000 qilamiz. Va ko'rib turganingizdek mana bunday освещение berib orqasiga, ya'ni boyna ko'rsatganimdek mana bunday holatga keltirishingiz kerak bo'ladi. Bu sal bankaning rangi to'qroq. Xo'p, aynan siz bu bankalar orqali ko'pincha masalan energetiklarga reklama qilishingiz mumkin bo'ladi va aynan men sizga hozir shular misol tariqasida qilingan bir kichik videorolik ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu men qilgan ya'ni o'sha bank yasash orqali amalga oshirilgan proyekt hisoblanadi va ko'rib turganingizdek bizda hozir va aynan men qilgan proyekt mana shu ko'rinishga ega. Men bunga rang berganman va bunga metallic effekt ham berganman. Va aynan biz renderga ko'rsak, ko'rib turganingizdek mana bunday освещениялар ham berilgan va bu proyektda animatsiya ham qilingan va keling animatsiyani ham ko'ramiz. Kameraga o'tamiz. Kadr 0 da turibdi va hozir animatsiyadan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bizda kamera qimirlashini siz aynan oldingi darslarimizda animatsiya bo'limida ko'rsangiz bo'ladi va kamera qimirlashi haqida ham u yerda aytib o'tilgan. Ko'rib turganingizdek bank ochilish detallari ham bor va orqaga o'tganda bizda mana bunday yana ikkita bankalar chiqib muzlar ham qo'shilgan. Va aynan bizda bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va siz o'zingiz ham aynan shunday bankalar yaratib, mana bunday ranglar berib yoki men aynan bugun darsimizda o'tkazganimdek metallik ranglar berib ham siz bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi va aynan mana bunday muzlar sinishini berish uchun esa siz aynan oldingi darslarimizda rigid body haqida o'rganishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. Agar siz bu videoni shu yerga qolgan bo'lsangiz, bu videoga like bosib, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.